Men davolatishdan qochmayman, davolatsam o'zimni farzandim, o'zimni qizim. Ha bu qizingni o'zi boru, qadri yo'qmi uyda? Ha qizingga sovchi bo'lib kelishganda katta va'dalar bergandi. Hamma yo'qini o'zim qilaman, hamma narsasini o'zim qilib qo'ydim. Voy qizingizni bersiz bo'ldi degan edi. Ha mehnatini qilyapti, ota-onasiga qarayapti. Ha bu ozgina dard tortib yotganda haqqi yo'qmi ozgina yotishiga? Qachon bir og'rib qolsa, bor ota-onang davolatadi. Bor ota-onang davolatadi deb jo'natishadi. Sog'lom bo'lib qolsa, olib ketishib mehnatini qildirishadi. Qachon bir nevaring og'rib qolsa ham, darrov ota-oniga bor deb otasi jo'natadi nega? Men davolatishdan qochmayman. Vazifam qizim, farzandim, jigarim. Kuyoving ham sal mas'uliyatli qismmi? Buni bunaqa yezalayligini bilganimda bermasdim qizimni. Iloji yo'q endi bolalar asratanmaysan. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, men o'zimning shaxsiy fikrimni aytib o'tmoqchiman. Bu akamiz gaplariga 100% qo'shilaman. Juda ham to'g'ri gapiryapti, shunchaki respekt. Akamiz ham mana shuncha gaplarni osmondan olib gapirmayapti. Atrofga nazar soladigan bo'lsak, shunaqangi oilalar ko'payib ketyapti va ommalashib ketyapti. Yosh kattalar bejiga aytmagan, eshakni mehnat halol-u, go'sht harom deb. Nima uchun biz erkaklar g'ururimizga qarshi chiqib bu ayollarimizni eshakni ishlatib mehnat qildirib, ertaga olib qoladigan bo'lsa uyga jo'natib yuborishimiz kerak. Nima uchun biz unaqa ish qilishimiz kerak? Kecha nikohga borganda domlaga nima deb va'da berganmiz? Biz qabul qildik. Chunki o'ligi ham, tirigi ham, suyagi ham, go'shi ham bizniki bo'lishi kerak. Biz xiyonatkor bo'lmasimiz kerak. Gapimiz ustidan chiqishimiz kerak. Bu videoga bitta like bosinglar, kommentariyada izohlarda yozib qoldiringlar.